Bozorda bugun qovun narxi juda ham qimmatlab. Bunaqa azartli qovunlar faqat Namangan viloyati Buloq tumani yana shu qovun bozoridan topishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bunaqa yirik qovunlarni faqat bizda dehqonlar yetkazadi. Nima deysizlar? Kimda qanaqa bo'lyapti? Qaysi viloyatda qovun narxi qancha bo'lyapti? Shu haqida kommentariyada fikr yozib ketaveringlar. Va video rolikni oxirigacha ko'rasizlar. Tarvuz narxlarini ham tanishtirganmiz. Hamma har bir qovunning narxlari va nomerlarigacha olganmiz. Va dehqon bo'lamiz qovun qo'yibdilar. Juda zo'r, xudo xolasa. Qovun narxlari mana shular 4000 so'm aytilyapti 1 kilogramm. Vah, so'fidagilar nima deyapti? Kelib. Bunda bor ya, xudo xolasa. Bir haftaga azah ketasiz. 3 kishi bo'lib olib, mo'yka qilaverib, xudo xolasa. Tashrif buyurasizlar, aytgancha like bosib, kommentariyada fikr qoldirib, qovun ekkan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat. Bugun bozorda tarvuz narxlari. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hojatda xojinalar, akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyatining Buloq tumanidan sizlarga bugun tarvuz narxlarini xudo xolasa tanishtiramiz. Videoni boshidan bittadan like qo'yib qo'yamiz. Tarvuz narxlari qancha bo'lyapti bozorda? Xudo xolasa sizlarga to'liq narx-navosini tanishtirishga harakat qilamiz. Bugun birinchi videoyimiz tarvuz bo'ladi, ikkinchisi qovun bo'ladi xudo xolasa. Mo'jalim bu tarvuz sotilibdi. Sotildimi aka? Sotildi. Nech puldan? 1 million 20 ming sotildi. Mana shu turishi 1 million 20 ming. Xudo xolasa. Va mashalloh 1 million 20 mingga sotilibdi. Donasini bilarmidingiz? Yo'q, qonunga bir 150 ta. 150 ta. Rasa mayda emas. Rasa o'zi ko'rinib turibdi, o'rtacha tarvuz. Mana shu 150 taga yaqini 1 million 20 ming. 1 million 20 ming so'mga sotilibdi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p. Bu ham sizdan emasmi bu? Yo'q, bizdan. Nech pul ekan bu? 2300 kiloga berilmadi. 2300 kiloga berilmadi. Mashalloh, tarvuz narxi ko'tarildi bugun, ha? Ha, tarvuzni ko'rib turibsizlar. Sifati o'ziga yarasha ekan. 2300 so'mdan 1 kilogrammga berilmabdi. Yirigi baribir sifatli narsa arzon bo'lmaydi deydi-yu. Ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin, aka. Xo'p, navbatdagilari asta-sekinlik bilan olaveramiz. Tarvuz. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Dehqon aka, tarvuz nech pul ekan? 2800 kam bor. 2800 kam bor. Bozor qancha qildi? 24. 24 ga bermayapsizlarmi? Qoyil, malades. Tarvuz narxi ko'tarilibdi. 24 ga umuman berilmabdi, umuman. Sizimiz xudo xolasa 2400 dan berilmabdi, paykalda yetarlicha ekan. Tarvuzni toza pishirib, men mana shu jingalarga qarab bilaman, qolganlar nima deb qanab tarvuzni pishganiga qarab olinadi. Keyin tarvuzni zo'rini olmoqchi bo'lsam, mana oralig'i bor-ku, mana shunga ham e'tibor beraman. Agar yirik bo'ladigan bo'lsa, olib, jingalar qurigan bo'lsa, yeyilaveradi. Sizlar ham shunday qilasizlarmi? 2400 dan berilmabdi, 2800 narx aytilyapti. Xudo xolasa, juda ham zo'r. Xo'p, aka, bu chiroyli tarvuzlarni tagi bisyormi? Necha gektar? Momoxonniki necha gektar bor? 4 gektar. 4 gektar. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 95lik 093 1998. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Rahmat aka. Ismlari? Azbek. Azbek akamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xullas tarvuz 2400 ga berilmabdi. Galdagilar asta-sekinlik bilan olaveramiz. Assalomu alaykum. Dehqon aka, yaxshimisiz? Siznikimi tarvuz? Xudo xolasa. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Sog' salomat. Nech pul ekan? 3000 kami bor deyapti. 3000 kami bor. 1 kilogrammga 3000 kami bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor har xil 2000, 2300, 2200. 2300. Realniy narxi, hozirgi narxi. Juda zo'r. Xullas 2200, 2400 gacha narx qilinyapti ekan, berilgani yo'q ekan. Bozorda tarvuz bugun pul bo'pti, xudo xolasa. Ey, yashanglar. Xudo xolasa dehqonning ham bir davri kelsin. Bundan 2 yil, 3 yil oldin juda chatoq bo'lgan, ha? Necha gektar bor, xudo xolasa? Bor. 1 gektardan bor. 1 gektardan bor. Qayerda bu ekilgan manzil? Sho'rsuvdanmi? Sho'rsuvdan. O'zimizda Namangan viloyati Sho'rsuv qo'shqishloq. Qishlog'idan xudo xolasa. Xo'p, telefon raqamingiz?
93'lik 93'lik 052 052 25 78. 25 78. Paykalga kelmamiz ketaveradi, Xudo xolasa. Kelsak bo'ldi. Ismingiz? Sohibjon. Sohibjon akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, bir damas, tinig'idan Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Dehqon boy yaxshimisiz? Sizdanmi? Dehqon aka yaxshimisiz? Nech pul ekan? 3000. Bozor qancha qildi? 2400 so'm qilinibdi, berilmabdi. Lekin mashina qilib palaklar bilan chiqqani boshqacha bo'ladi. Biloluz meniki YouTube'da. Ha, tarvuz 2400 dan berilmabdi. 1 kilogrammi, xudo xolasa. Navbatdagilari xudo xolasa. Kimdan ekan dehqon bu? Assalomu alaykum. Keyin qo'lingizni olib qo'y. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshi yuribsizmi axir? Egasi bormi buni? Ha, şeyde ekansiz. Nech pul? 2000. Qancha? 2000 deyaptimi? 1,5 mingdan bermay turibdi 2000 deb. 2000 aytilyapti ekan narxi, 1,5 mingdan berilmayapti ekan. Xudo xolasa tarvuz. Mo'jalim bir kun 2 oldin surgan shekillar, bir kun oldin. Yo'q, o'zi shunaqa o'zib qo'yishyapti. Qizimaydi. Qizimaydi. Xudo xolasa narxi o'ziga yarasha. Bozoringiz bersin. Amaki yaxshimisiz axir? Yashang. Xo'p, bugun tarvuz narxlarini asta-sekinlik bilan tanishtiryapmiz. Bu yerga kelsalaring mana bag'i oshxona bor, asraqsur, maza. Salqinginaga kelib olinaveradi. Assalomu alaykum. Hojata yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Kimdan bu tarvuz? Sizlardanmi? Egalari yo'q ekan. Bizni bayk. Biz endi xullas aqdan kelishda o'ng qo'l, chap qo'l. Endi chap qo'l tomonga asta-sekinlik bilan o'taveramiz. Bu tomonda o'rtacha tarvuzlar, xudo xolasa. Xo'p, tarvuz kimdan? Assalomu alaykum. Dehqon aka yaxshimisiz? Sizdanmi tarvuz? Yaxshimisiz, dehqon boqilaysiz. Nech pul tarvuz? 1,5 million turishi. Bozor qancha qildi? Har xil. Xudo xolasa bozor har xil qilyapti ekan, 1,5 million narx aytilyapti ekan. Yaxshi. 1,5 ming. Kiloga 1,5 ming. Bozoringiz bersin. Xo'p. Hop, asta-sekinlik bilan kirib ketaveramiz. Hop, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamang. Nech pul tarvuz? Tarvuz. Siznikimi? 2,5 deyapmiz. Assalomu alaykum. Charchamsiz? 2,5 ming so'm aytilyapti. 2,5 ming so'm aytilyapti. 1800 so'ralyapti. Mashallah. 1700, 1800 so'ralyapti, berganingiz yo'q. Xolasa, tarvuz o'ziga yarasha. Tarvuz uzishni bilgan odamman baribir boshqacha-da. Oddiy mash tovari, video ham 400-500 so'm qo'shib qo'yadi. Juda zo'r. Bozoringiz bersin aka. Hop. Savdosi bo'lyapti. Qancha deyapsiz, qancha deyaptilar? 3000 kam bor debda 24 qilyapti. 24 qilyapsizmi? Gap yo'q. Bozorlaringni bersin. Juda zo'r. Ha. Xudo xolasa 3000 so'm narx aytilyapti, 24, ya'ni 2400 so'm 1 kilogramga aytilyapti ekan. Assalomu alaykum. Sizdanmi tarvuz? Yo'q, Bu akamizdan ekan bu tarvuz. Xudo xolasa bugun bir martada qovun bozori ham urib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdanmi tarvuz? Kim egasi bu yerda? egalar uni baho bo'lyapti. Ha. Xullas 3000 narx aytilyapti ekan. Mo'jalim buni ham narxi 3000, 2400 ga berishmayapti. Bir xil meni mo'jalim. Bu-chi, bu kimdan bu? Mendan aka. Qalaysiz? Charchamayapsiz? Bo'ldi. Nech pul narxi? 23 ga berilmayapti. Nech pul aytyapsiz? 27 kami bor. 27 kami bor, 23 ga berilmayapti ekan. Savdosi pishib qopti jonim. Ko'p sizdan qo'lyapman kundan kunga. Meni video zamang bo'lyapti.
Bozorlaringni bersin. Juda zo'r. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay. Mana yaxshimisiz? Sizdanmi tarvuz? Dehqon buva, qalaysiz? Necha pul tarvuzingiz? Ularga 2008 narx aytibdi. 2800. Bozor qancha qildi? Bozor do'nga $100 berdi. Mana shu turushiga. Turushiga $100 narx qilinibdi. Egasi u vaqtda baho bo'lyapti. Necha gektar bor dedi dehqon buva? Bujib. Bo'ldi. Qovunlaqda chekkasiga ekib qo'ygan ekanlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, asta-sekinlik bilan qovun bozoriga kirib ketaveramiz. Qovun bozorida vaqt xudo xolasa. Ob-havomiz Allohim bulut berib, mana bugun juda salqin. O'tgan kecha kuni juda ham issiq edi. Shakarpalak tozalari xudo xolasa, yiriklari. Bugun mana shunaqa shakarpalak narxlarini so'raymiz narxini. Sizdan demak, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Necha pul ekan xudo xolasa? Qovunlarimiz arzon bo'lib ketdi, 3,5. 3,5 ming kilogramga. Xuddi shunday. Mashalloh. Kecha 4,5 ming so'm narx aytilay turuvdi. Bugun 3,5 ming so'm, 1000 so'm orqasiga xudo xolasa qaytibdi. Yana kami bor. Dehqon vaqt necha gektar bor? 2 gektar. 2 gektar. Endi boshlabsiz-mi buni? Yaqinda. Yaqinda uzishi boshlanibdi, xudo xolasa 3,5 ming so'm narx aytilyapti ekan. Omoda kerak bo'lsa telefon raqamingiz 94lik 94lik 649 44 00. 649 44 00. Ismingiz? O'sha xudo xolasa amakimizga telefon qilaverasizlar. Bemalol xudo xolasa dastavkasi bilan qilib ham beraverasiz, kelishib qolinsa. Yashang. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar, shakarpalaklardan boshladik. Assalomu alaykum. Dehqon buva, yaxshimisiz? Necha pul ekan? Ana, aytmasa kellar. Nega orasida narxasi bor deb odamlar kursini bilsin-da. Xudo xolasa Shakarpala 4 ming so'm bo'ldi Optimga. Optimga. Optimga 4 ming so'm. Optimga 4 ming so'm. Qancha qildingiz? Har xil qilyapti ekan. Shunaqa. Bo'p turadi bunaqasi ham. Xudo xolasa. Navbatdagilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdanmi? Bizdan aka. Necha pul? Jaydari. 3,5 ming kami bor deyapmiz. 3,5 ming kami bor jaydari. Xudo xolasa. Mashalloh. 26 so'rashyapti, berganimiz yo'q. 26 ga berilgani yo'q. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Lekin qovunni yetishtiribsiz. Malades, zo'r. Xo'p, xudo xolasa asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Egalari bor bu yo'q. Ukaginam. Necha pul? Ha. Kiloga 3,5 ming. Bozor qancha qildi? 2800. 2800 qilinibdi. Ishani juda ham chiroyli. Oh, mashalloh, hidini qaranglar bu. Bilmadim endi. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-ku. Qovun bozorida bugun trend qovun sirap. Shakarpalakning eng tinig'i, xudo xolasa durri. Bu shakarpalak kimdan ekan? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay. Kengsimaganlik o'xshab nima qarayapsan-a? To'g'ri, ko'rib keldi. Ha, qovunning narxini so'rayapti. To'g'rimi? Shaqildimi? Mazgi. Nima qarayapti? Dehqon buva necha pul? Duri, xudo xolasa shakarpalak. 4 ming kami bor. 4 ming kam bor. 4 ming kami bor. Bozor qancha qildi? 31 berdi. 31. 31 berilibdi, xudo xolasa 3100 so'm berilibdi. Lekin sotilmabdi. To'g'rini qaranglar. Juda zo'r. Telefon raqamingiz? Boshla. 99lik 396 84 85 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa shakarpalakni durri kerak bo'lsa yetkazib berilaveradi. Bozoringiz bersin. Ha. Xo'p, navbatdagilar xudo xolasa asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Qovun. Yaxshimisiz? Nech pul xudo xolasa? 3,5 ming kam bor deyapti. 3,5 ming kami bor. Juda zo'r. Bozor qancha qildi do'st? 2950 qilishdi. Berganingiz yo'q. Bugun nechinchisi bu? Birinchisimi? Juda zo'r. 2950 qilinibdi. Lekin qovun o'ta udor.
Telefon raqamingizni aytib yuboring. 90. Bak shopir ekanlar. Mayli. Shopirlar ekan, dehqonni o'zi bo'lganda nomerini olib qo'yardik. Shakar bilan rosa ko'p chiqibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Shakarpalak bugun rosa ham ko'p chiqibdi bozorga. O, yaxshimisizlar? Nech pul aka? 4000 kam bor. Bozor qancha qildi? 3400 qildi. Berganingiz yo'q. Qopda. Xudo xolasa juda zo'r. 3400 4000 aytilibdi. Ichi-yu, orqasi-yu, beti-yu hamma yog'i bir xil, lekin qovunlar bugun ancha dadil bo'lib chiqibdi. Sifati ham zo'r. Endi ta'mini bilmayman. Hali yeb ko'rganim yo'q. Hozir yeb ko'ramiz. Xullas, bozor orqasidan oldik. Ko'pchilik orqasidan olmay oldidan olib ketyapsan deyshuvdi. Bugun bu tomondan olib o'tishga harakat qilyapmiz. Bugun orqasidan olib oldidan chiqib ketamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'p, oshqovoq so'raganlar bor edi. Yo'q, YouTube'da chiqadi. Bilolus. Xo'p, oshqovoq so'raganlarga mana oshqovoq bozorga chiqibdi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hojat yaxshimisiz? Oshqovoq nech pul aka? 4000 so'm. 4000 so'm. Yashang. Bozor qancha qilyapti? 2800 da. Xudo xolasa mantini qilib uradigan joyi kelib bo'pti, oshqovoq pishibdi. Mana qaranglar. Men mantini yaxshi ko'raman, shunga mantini aytyapman. Har kimni tavaladi-yu. 2800 so'm narx bo'lyapti ekan, xudo xolasa. Mashallah. Juda zo'r. Qovoq so'raganlar bor edi, ya'ni oshqovoq so'raganlar bor edi. Bozorda 4000 narx aytilyapti ekan, 2800 so'm. Bozor narx qilyapti ekan, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Gap yo'q. Xo'p, ko'kchani so'raylik narxini. Buni ko'kcha bugun so'ramayapti. Ko'kcha nech pul ekan? Dehqonbo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mazatsizmi? Qalaysiz? Nech pul ko'kcha? 3,5 kami bor. Bozor qancha qildi? 27 qildi. 2700 qilinibdi, berilmadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudo xolasa narxda 2700 bozor qilyapti ekan, berilmayapti ekan. Juda zo'r. Xudo xolasa telefon raqamingizni aytib yuboring. Ko'kcha so'raganlar bor. 95 ha? 440 98 00. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog' salomat yuribsizmi? Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar. Bozorga asta-sekinlik bilan qovun bozoriga kirib ketyapmiz. Bugun 17-daqiqasi ketyapti. Qovun narxi yo'q, tarvuz narxi yo'q. Xudo xolasa bir boshda olib ketyapmiz. Qovunni uzishni bilsang o'zi, narxi ko'tarilaveradi degan mana shu bo'ladi. O, xormang dehqon aka. Charchamayapsizmi? Nech pul aka? 3,5 so'm. Xudo xolasa. Qoraqosh degani shumi? Qoraqosh degani shu, shakarpalakni qoraqosh degani. Xo'p. Bozor qancha qildi? 2700. 2700 narx qilinibdi. Qolsa berilmagan. Ishonisi ham, obnovati ham bor ekan. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bozoringiz bersin. Xo'p. Mabodo olmoqchi bo'lsalaring, bozorga tashrif buyuring, bemalol buyursalaring bo'laveradi. Bozor shunaqa lokasiyasi zo'r joyda joylashgan, oldingizda o'ng qo'lda suv oqib turadi. Xudo xolasa suv mo'l ko'l. Qovun bozori, janjal bozori, xudo xolasa. Bozor qattiq. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Nech pul aka? 3 million do'ngiga. Do'ngi 3 million. Kilaga 2,5 ming so'rashyapti aka. Kilaga 2,5 ming so'rashyapti ekan, do'ngiga 3 million narx aytilyapti ekan. Gap yo'q bizda. Bozoringiz bersin. Yorib qo'ydingiz. Xo'p. Asta-sekinliklarda olaveramiz. Mol qovunlar chiqqan bo'lsa, uni ham olamiz. Narxini xudo xolasa. Xo'p, sekin kirib ketaveramiz ichkariga. Shakarpalak. Boshqacha ham bu. Tarpiyada shekilli? Ha, tarpiyada ekan, xudo xolasa. Narx qancha? Bizdan emas. Sizlardan emasmi?
Doston aka. Doston. Shu qovuning zo'r bo'lsa tepada sotaman degani mana shuda mana. Cho'qqiga chiqib olib narxini aytadi. Mana uncha deb, ha? Bo'laveradi, yarashaveradi. Zo'r aka. Xudo xolsa nech pul? 3000. 3000. Bozor qancha qildi? 2,5. Gap yo'q. 2,5 qilinibdi, berilmabdi. Juda zo'r. Qayerdiki? Qumdiqovun aka. Qumdiqovuni boshqacha bo'ladi, baribir, ha? Shirin bo'ladi. Xudo xolasa voy maşallah. Qizg'anma. Berganga beradi deydi-yu. Gap yo'q. Bozoringni bersin. Xo'p, asta-sekin bilan olib ketaveramiz. Yaxshimisiz? Charchamang. Ana, nech pul? 4000 kami bor. Bozor qancha qildi? 3000 qildi. Bozor 3000 qilibdi. Xudo xolasa 796 laboda uyingizga yetkazib berishaveradi. Mabodo do'koningizda do'konni oldiga ham. Telefon raqamingiz? 93lik 575 5306 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mabodo do'koningizni oldiga sotuvga qovun kerak bo'ladigan bo'lsa, bozoringiz bersin. Sotdingizmi siz? Sotdingizmi? Yo'q, mana shu. Oq po'choq shakar. Oq po'choqmi bu? Maşallah. Oq po'choq deganiki, qora qoshni eshitdik, jaydarini eshitdik, tarpedani eshitdik. Oq po'choq shakarpalak mana shu ekan. Qovunni turlarini ham sekin yodlab olamiz shekilli bora-bora. Bozoringiz bersin, do'stim. Haydi. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aramjon. Charchamay. Salomingiz yaxshimi? Charchamay. Qovunni ham oldingizmi? Ha? Nech gektar ekdingiz? Ha? 1 gektar. Ihmalingiz 5 gektar. Bildan ki. 1 gektar ekib turaverim. Pulomay qolsa-chi. Bizni tevakkal, Allohga tevakkal. Voy maşallah. Ana, ha qovunni ham boqibsizmi? Ha, boqaman. Xudo xolasa qovun boqilibdi. Maşallah, qovun qaranglar. Qayda? Ko'rmabman shekilli-da. Maşallah. Faridin aka, dadangizni qovuni chiqibdi, kelaverish kerak, Otaturk. Qovun pishibdi, xudo xolasa. Ana. Ag'i yarashaveradi. Nech pul? 4000. Qancha qildi bozor? 3,5. 3,5 qilib berilmabdi. Berilmaydi. Chunki qalab boqilgan bilmayman bu qovunni. Bittani shunday olib borilsa to'yadi hamma. Yiriligini qarang. Mazasi ham zo'r. Xudo xolasa. Maşallah. Telefon raqamingiz? 99 lar. 978 3566 raqamlarga telefon qilasizlar. Mana shunaqa yiriga tovarni zo'ri kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu sizdanmi? Nech pul? Keling, qo'lingizni olib qo'ying, assalomu alaykum. Nech pul? Jaydarisi bor, ishanisi bor, aralash. Asartida. Asarti. Har doim asarti olib chiqasiz, a? Aralash. 3,5 narx aytilyapti. Bozor qancha qildi? 28 qildi, berilmabdi. Juda zo'r. Xudo xolasa. Bozorlaringizni bersin. Charchamanglar. O'taman. Kecha topolmadim. Oybek akamni oldiga yetib bordim, o'ngga chapga qaysi tomonga yurishni bilmay qoldim. Yo'qsa borardim birinchi uzumiga. Qovoq kimdan? Noshqovoq. Voy, gap yo'q. Qalaysiz? Nech pul? 3200. 3200 so'm. Bozor qancha qildi? Bozor beryapti. Qancha? 2800 so'm. 2800 so'm. Manti somsani doğru keldi. Oshqovoq pishibdi mana. Chustiki zo'r. Xudo xolasa chustiki ekan. Maşallah, juda zo'r. Ko'pmi bundan? Tagi bisyara. Telefon raqamingiz? Ha? Telefon ishlatmaysizmi? Bo'laveradi. Men deb yo'q, o'zingiz deb. Tekinidan foydalanish kerak paytida. Aeroport kimdan? Ha, olyapsiz. Sizdanmi?
Nechi pul? 3,5 kam bu. Bozor qancha qilyapti? O'rtacha sredniy narxi qancha bo'ladi? Konkretno narxi yo'q hozir. Yo'q. Bugun sal bozor timiroq. Aha. Chiqaramiz. Уже YouTube'da ketyapsiz. Siz YouTube'da turibsiz. Meni ham olib qo'ying mana. Ey yashang. Ismingiz? Muhriddin bor. Muhriddin, xudo xolasa amakimiz bizni Namangan viloyati Qovun bozoriga tashrif buyuribdilar. Bozoringiz bersin. Xo'p, bugun bozor ozgina dim deyishyapti-yu, lekin bilmadim, hamma joyda savdosi bo'lyapti-yu. Xo'p, shakarpalak kimdan ekan? Shakarpalak dehqondan. Ha, dehqonsizmi? Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Mashalloh, mana qaranglar. Nima deyapti? Meni ye deyaptimi? Musofirdagilarni azoblab qo'yaman, taynab ko'rsating. Nech pul aka? 3,5 kam bu. Bozor qancha qildi? Bilolus. 2,5 qilyapti, berganingiz yo'q. Bu ham ikkalasi sizniki shekilli. Ikkalasi bitta ekan, xudo xolasa. Juda zo'r. Necha gektar ekkansiz? 7 ga. Voy maşallah. Telefon raqamingizni bering. 90 90lik 797 78 90. Ismingiz? Farruh beka, xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rsa 7 gektar shakarpalak tinig'ini ekib qo'yibdilar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Boya kirganimizdagi mana shu to'palang joyi, Qovun bozorida eng to'palang joyi. Mana shu joydan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kirib ketardik, lekin orqadan qaytib kelyapmiz bugun. Asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Voy! Va bu qovun kimdan? Sizimiz mol qovunmi bu? Mol qovun nech pul? 500 kami bu. Bozor qancha qildi? Bozor 200. Chorvadorlarga telefon raqamini aytib yuboring. 93lik 253 0894 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mol qovunlarni ham narxini mana qo'yib o'tib ketyapmiz. Xudo xolasa kelishib qolsalaring uyingizgacha dastlabki qilib berilaveradi. Bozoringiz bersin. Bozor 300 ming tutdi. Xo'p. Xullas, asta sekinlik bilan olib chiqib 26-daqiqasi ketyapti hozir. Biz mana bu navbatdagilar. Xullas, kirishda qovunni zo'ri kirib keladi. Mana shu yerda ovchilar bor. Filtrlab keyin o'tkazadi qovunni. Filtrdan o'tsa kechkariga o'tadi. Ko'ryapsizlarmi? Hamma yo'q, zo'r. Ha. Odam idiga odatimiz yo'q. Nech pul ekan mana u? Voy, yaxshi. 4000. Qanchada? 300 so'mdan bermayapti. 3300 so'mdan. Maşallah 3300 so'm narx bo'layotgan, bermayapti ekanlar. Qo'shimchi. Ko'rimiz olib turibdi. Aytib qo'shadi, o'zi mishinga chiqyapti. Qattiq tur. Juda go'zal bo'lyapti-ki. Vah. Olim olib qo'ying. Ha, Kelib turganini. chekkadan olyapman. Aeroportga 20 turdan bundan 3300 so'm. Zo'r. Juda zo'r. Bozorda bilsalaring, uyda ham suvdan nasosdan suv o'tadi-yu, ha, bu bozorda kirishi. Bu yerda ham filtrlar bor, bitta o'tib, shin qovun ichkariga kirib ketadi. Assalomu alaykum. Kimdan bu? Mendan men. Nech pul deqan bu? 4000 ozgina kami bor, o'tib beradi. 4000 ozgina kam va o'tib beradigan joyi bor. Bozor qancha qildi? Bozor 32 qildi hozircha. 3200. Berganingiz yo'q? Ha, yaxshi. Savdoga xalaqit bermayman, bozorlaringizni bersin. Uzr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, bo'lg'ashmiz. Assalomu alaykum. Ketavering. Pishganda shuni palakashilar do'lina chiqib qolsa ketadi. Buyil. Ko'ringlar. Biz ham mashina yurib turib Nasib qilgani? Demak, bozorchiga ketib qo'yadi. Ko'chani qovunlar tugaganda mana bu yerda 6-7 da haydaydilar, bilalar. Bozorda necha yildan o'shaydilar? Yettaga siz ham
ham qovun qo'shilsa turavermaydi mana deydi. Ber. 3200 ba? Yo'q, qo'shalmayman, yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa. Ana, nima qilishmaydi, sotishadi. Xudo xolasa. Bozorlaringni bersin. Yashanglar. Xudo xolasa bugungi bo'ldi hisob. Xo'p, bozor oxiriga yetdik va sizlar bilan ko'rishguncha bizdan uzoqlashmaysizlar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Biz asta-sekinlik bilan har kunlik qovun bozorlarini sizlarga va tarvuz bozorlarini tanishtirib boraveramiz. Sizlar bizga like bosib, qo'llab, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsalaring bo'ldi. Xudo xolasa, kim qayerdan kuzatyapti, qayerda qancha bo'lyapti, shu haqida ham bir boshdan narxlarni. Abrarbek, siz yaxshimi? Qo'shnim Abrarbek, xudo xolasa. Qovun yetdingizmi? Maşallah. Nech pul? 3500 so'm ozgina xayri bor. 3500 so'm ozgina xayri bor. Qovunga javob Necha gektar ekdingiz qo'shni? 1 gektar. Paykalga boraylik. Ustidan bega kiyib o'tirasizmi? Xudo xolasa. Oh, mana hidini. Voy, o'ta boshqa-yu. Xudo xolasa. Bozor qancha qildi Abrarbek? 2800 so'm. 2800 so'm. Zo'r. Telefon raqamingiz? 99lik 396 1496 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mobodo shunaqa shirindan shakar qovun kerak bo'lsa, dastavka qilib beraverasiz Abrarbek? Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p, o'tkazgan vaqtlarga hurmatli akalar, rozi bo'lib qo'yasizlar. Biz bozorning yakuniga yetdik. Xudo xolasa, dehqonlarimizni dehqonchiligiga Alloh baraka beraversin. Rahmat hammaga.